Xitoyda tug'ilgan insonlar ko'p gapirishni va hammani e'tiborda bo'lishni yaxshi ko'rishadi. Ular tanqidga chiday olmaydi va har doim o'z fikrida qoladi. Bu insonlar unchalik mol-dunyo va dabdabali hayotga qiziqmasa-da, lekin doimo boy insonlardek yashashni xush ko'rishadi. Ular doim o'zgalarga yordam beradi. Ba'zan birovlarni deb o'z hayotlarini xavfga qo'yishga ham tayyor turishadi. Agar sizga mart oyida tug'ilgan insonlarni birortasi maslahat bersa, albatta ularning maslahatiga quloq tuting. Zero ular hech qachon o'zgalarga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Mart oyida tug'ilgan insonlarning kamchiligi shundaki, ular tez ishonuvchan va tezda arazlab qoluvchi insonlardir. Bu insonlarni juda tez aldashingiz mumkin. Lekin bir narsani unutmangki, ular sizga qilgan ishingizga tezda javob berdirishadi. Shunday ekan, bu insonlarni aldashga urinmang. Ular mardlikni xush ko'radi. Kim ularga mardlik qilsa, ular bu narsani yuqori baholaydi va u insonga ham mardlarcha javob qaytaradi. Mart oyida tug'ilgan insonlarning ichida juda ko'plab iste'dodli